Akalar havolar sovuyapti, qish kelishidan darak beryapti. Endi qaranglar. O'tin tashlaysiz, mana hamda tappi yoqasiz. Buni bir narsa qilib yoqib olsangiz ham mayli tutaydi. Tutagandan keyin uyingiz remont birinchi o'rinda dabdala bo'ladi. O'zi sog'lig'ingizga ham zarar bo'ladi. Ovoragarchilik ham bo'ladi. Endi qaranglar, bu pechkalar shunday olasizda, shunday otib yuborasiz. Bo'ldi. Uzilkesi bu narsani unutamizda, sizlarga aqlli pechkalar taklif qilamiz. Bu nima aqlli desalaring, operator yuring ko'rsatamiz, qaranglar. Birinchi o'rinda listlari yangi bo'ladi. Ikkinchi o'rinda ovqat qilasiz, choy qo'yasiz, xullas qulayliklari zo'r, materiallar yangi. Uzilkesil tutash nimaligini bilmaydigan pechkamiz akalar. Narxlari juda ham arzon. Xohlasangiz kraska qilinganini oling, xohlasangiz kraska qilinmaganini oling. Bu yerda narxlari arzoni ham bor, qimmati ham bor. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlarga obzor qilib beramiz, ya'ni narxlarni yoritib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Kominternda hamma biladi. Bu yerda pechkalar optim birinchi qo'l ishlab chiqarish joyi. Xohlasalar tirikchilikka olib sotsalar ham bo'ladi. Xohlasalar uylaringga bir dona olib qo'yinglar. Mana hamda tutaydigan pechkalardan qutulasizlar. Akalar, biz undan boshlaverdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Charchamayapsizmi? Zo'rmisiz aka? Tuzimsiz? Aka, qish kelyapti, hamma og'riq yechim topsiz, xudo xolasa. Mana o'zim ham 7 ta uyimga 100 ta pechka qo'yaman. O'tin yetkazira olmayman. Ko'mir yoqaysam tutaydi, narxi qimmat. Xullas, obunachilarimizga narxlarni yoritib bersak-da, bu nima uchun tutamaydi? Narxlari qanchadan qayergacha dastlabki qilib beramiz aka? Bu pechkalarimiz ekonom pechka nomlanadi, nomi. Bu pechkalarimizni tutamasligining sababi ichida havo tortib bergan, zasrotka orqali havo tortib bergan dimoxodlari bo'ladi. Mana olibda yoqishchi mana. Mana ko'miri bor ekan. Ko'miri bor. Bunda ko'mir yoqish uchun propan yoqib foydalanyapmiz. Buni to'g'ri tushunasizlar. Sharoit shunaqa. Albatta, taylari armatura bo'lmaydi, chugulli variantda bo'ladi. Dimoxodlari chiroyli holatda ishlaydi. Bunimiz qorin qismi 25 ga 25 razmerligi bo'ladi. Qorinni listini razmeri 2.8 lik, tom qismi 2 lik, tay qismi ham 2 lik listlardan bo'lgan varianti. Shu hozir kraskali holatdagisi 850 ming so'm. Biz kraska holatda, adashdim. Kraskali holati 9 ming so'mda, biz kraskasi 850 ming so'mdan qilib beryapmiz. Zo'r. Bu variantlarga bo'layotgan bo'lsa, bu boshqacharoq ekan. Juda ham chiroyli ishlangan. High-tech desak ham bo'laveradi. Ovqat lazim, boshqa narsalar lazim, bemalol 100 juda ham chiroyli. Siz biraz buni tagiga xolagovchilarga polga ham qo'yib beramiz. Bir taqil chelakda suv istadi. Ertalabki hojatda hojonalarga, tahoratlariga suv tayyor holatda turadi. Zo'r. Bunimiz 1 million so'm bo'ladi. Kraskali holati, bez kraskali holatdagisi 950 ming so'mdan bo'ladi. Operator bittachini ko'rsatib qo'ying, mana cho'q, qiyib qizarib chiroyli bo'lib turibdi. Umuman tutashi nima bilmaydi, shunaqangi aqlli. Eng zo'r tomoni aka, bitta narsasi yo'qda, suvarga umuman qilinmaydi ekan, faqat bukilgan ekan. Albatta. Dazmolda, ya'ni o'sha qaycha deydi, bukilgan. Qulayliklari ko'ryapsizlar, chiroyli ishlangan, haligi shilak unan narsalar yo'q. Juda ham chiroyli istarali chiqqan, xullas qisqa qilib aytganda. Yotishdan oldin 7 kilo ko'mirni zapravka qilib qo'yasiz, og'iz orqali, tag eshik orqali, alanga yoqqa zasroka orqali havosini rigobga keltirsangiz, 12 soat mobaynida sizni bezovta qilmaydi, o'zi uyingizni isitib 40 gradus kvadratdan 50 kvadratgacha uyingizni isitib bera oladi bu. Bu eski pechkalarda har 2 soat, 3 soatda yosh bolalar so'qotib, isib, kasal bo'lishdan qutuladi bu holatda. Zastrokamiz orqali havoni bitta temperaturaga keltirib qo'ysangiz, uyingizni issiqlik temperaturasini o'ziga, kuningizga qaysinisi ma'qul kelsa, o'sha orqali regrovka qilasizda buni yoqib qo'yasiz. Shuning rasxodi shu yerdan boshqariladi. Katta ochilsa ko'proq rasxod qiladi, kamroq olsa kamroq. Uyda haroratiga qarab o'zgaradi. Bir xonalimi uyingiz kvadrat kichikroq holatda bo'layotgan bo'lsa, zastrokani yopib qo'yasiz. Ozgina ochib tursa bo'ldi, o'shanga yarasha issiqlik beraveradi. Agar uyingiz kvadrat katta bo'lsa, ikkita uyda odam yotadi, o'rtada eshiklar ochiq holatda qoladi, bir uy bir daliz degan bo'lsa, zastrokasini ozgina kattaroq ochasiz. Bu alanga qismi yana ham kuchayadi, issiqlik temperaturasi oshib boradi. Zo'r ekan. Aka, tutamaydi haqiqatan? Albatta tutamaydi. Qarang, mana oddiy pechkalarda shamol kelganda havo kirib o'chirib qo'yish holatlari bo'ladi-da. Bunda bo'lmasa kerak aka. Tepaga haydaydi ekanda, faqat bu tepaga haydagan hisobga o'chirib qo'ymaydi ekan. Qishloq xo'jaligida universal kelib bu yoqaveradi. Albatta. Qishloq xo'jaligida ko'mir yo o'tin topolmagan taqdirda ham hech bo'lmasa xo'jalikda tappi bo'ladi. Tappi yoqib foydalansa ham bo'laveradi. Zo'r ekan. O'tin, ko'mir, tappi xohlaganingiz, xullas nima yoqamasiz, po'cha qilsangiz po'cha ham yoqaverasiz. Buni qancha qilib beramiz aka? Bunimizni kraskali holatda 1 millionlik qilib beramiz. Orqasida polkalari ham bo'ladi. Kraskasi holati 950 ming. Aka, qayergacha dastlabki qilib berasiz? O'zbekistonning xohlagan tochkasidan chiqsin, kelishilgan narxda dastlabki yo'l kira qo'shiladimi shunda yo ichida qilib beramiz? Bu hozir aytilgan narx-navolar ichida
chetdagi narx-navoz aytilyapti buni. Hozir bu dastlabkasi ichida desa, yonim qo'shni viloyatdan chiqib qolishi ham mumkin, keyin voha tomonlardan chiqib qolishi ham mumkin. Shuning uchun biz aytilgan narxlarda dastlabki narx qo'shilganimiz yo'q. Aloqaga chiqsa foydalanuvchi foydalanaman deydi, optimal olaman degan akalarga bundan yana ham kelishtirib beramiz. Yo'lgarani yaxshi shoplar topib jo'natib beramiz. Akalar, mana syomkamizni chislosi bugun 1-oktyabr kuni video qilyapmiz. Endi 2 kun yo 3 kunda qo'yiladi. Aka, mana narxlar havo sovigandan o'zgarmaydimi aka? Shularni aytdik. Qish kelganda menimcha hamma narsa talab kuchayadi-yu. Shuni aytib borganingiz yaxshi bo'ldi. Sanasini aytib berganingiz, sanasini aytib ketganmiz. Bu videoni holata dekabr oyida ko'rib turibman, yana orqaga chiqishi ham mumkin. Bu agar mabodo zavoddan list narxi ko'tarilmasa, xuddi shu narxda qoladi. Demak, zavod tomonidan list narxi oshmasa, oshmaydi. Albatta. Qish keladimi, sovuq kelsa ham, demak, narxlar joyida qolar ekan. Yaxshi aka. Bugungi narx-navo xalq duosini olaverish kerak. Masalan, arzon soting, ko'proq soting, xudo xolasa. Bizda obunachilarimizga eng zo'rlanyapmiz. Bu tomondan mana yig'ib terib qo'yibmiz aka. Hozir shulardanmi bular ham? Albatta, hammasi. Bu kraska qilinmagan. Kraska qilinmagani, kraska qilingani qorni 25 ga 25 bo'lgan razmerdaligi. Bulari xuddi shu fasonni qorni 20 ga 20, orqasi polkali holatda bo'lganligi. Aka, oluvchilarga qaysini tavsiya qilasiz? Kraska qilinmagani yaxshimi, qilingani yaxshimi? Menimcha kraska qilib chiroyli qilib qo'ygan bilan bu uy ishlatiladi. Uyimni remontini juda chiroyli qilib berib, peska qilib remontlar qilib qo'ydim. Bu pechka menga ma'qul kelmaydi, uyimni vidini buzib qo'yadi degan akalar uchun kraskali variantini tavsiya qilaman. Bu kraskani yo kuyadi yo sasiydi deganlar uchun, akalar uchun, mana isbot dalili uchun ichiga ham o'tlar yoqib ko'rsatib qo'yganmiz. Hech qanday bu kraska kuyib, sasib xususiyatini yo'qotadigan kraskalardan emas. Kuymaydi ekanda, 1200 gradusga chidab beradigan kraskalar. 1200 gradusgacha bemalol chidaydi ekan. Ular tutamaydi ekan. 50 ming farq qilyaptimi shunda kraskasida? Buni katta farq qilmaydi ekanda. Xo'p aka, ko'p oluvchilar bo'lishi mumkin-da. Diler deymiz, mana bizda o'zbekchilikda shunaqa bo'ladi. Ko'proq olib turib sotishga, masalan, uzoq joylardan olishi mumkin-da, tirikchilikka yoki qo'shni davlatlardan chiqishi mumkin. Unga narxlar o'zgartirib beramizmi? Ko'p olsa optimal ekanlar kelishtirib beramiz. Chiroyli qilib beriladi. Sizlar nomingizdan chiqsa, yana ham kelishtirib beramiz. Ma'murjon o'z kanalidan chiqsalaring, telefon qilgan zoti Ma'murjon o'z kanalidan chiqdim deylar, chiroyli qilib o'tib beradi. Sizlarga akalar eng zo'rlarini ilindi, xudo xolasa bosib olish kerak. Bosib olish kerak. 24-7 soat aloqada men o'zim javob beraman. Aka, nimalar bor tarmoqlardan? Telegram, hamma kanalimiz bor bunda. Rasmdan tashlab beraveramiz. Albatta. Aka, manzilni bitta tushuntirib qo'yasiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamitigen qishlog'idan bo'lyapti akalar. Aka, yana bundan tashqari nimalardir bormi sizlar temir sohasi bo'yicha? Mana misol uchun qurilish sohasi bo'yicha mishalkalar ham bor ekan. Buni aytib o'raylik. Bitona yangi listlardan qilingan apalavkalarimiz, lezalarimiz, hamma yo'g'imiz bor, lazer xizmatlarimiz ham bor. Kimga temir sohasidan qurilishga nima kerak bo'lsa, hamma yo'q bor. Xudo xolasa zo'r ekan. Mishalka oluvchilar uchun, apalavka oluvchi uchun lazer xizmati kerak bo'lsa, telefon qilinglar. Shu raqam hammasiga akalarimiz o'zlari mana ichkarida birinchi qo'l ishlab chiqaryapti. Bir ham o'zlaridan sotib olasizlar. Akalar, bunaqasi bo'lmagan. Ko'p joyda qimmat olib qo'yish mumkin, olib sotib olib qo'yish mumkin. Birinchi qo'l akalar, nima bo'lgandan telefon qilinglar, kelinglar. Ma'qul kelsa bosib yuboringlar. Pechkalarimiz yana bitta ma'lumotimiz qolib ketdiki, pechkalarimiz narxi 500 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha qilib beraveramiz. 500 ming so'mligi o'ta pufta tuplar degan narsa bo'lmasligi uchun, negativ fikrlar bo'lmasligi uchun obunachilarimizdan 500 minglik qanday pechka? 500 mingligi hammani uyi hajmi har xil bo'ladi. Masalan uchun 3 ga 4, 12 kvadratli kichkinaroq xonalarga bu kattalik qilgan desa, o'sha uyga yarasha kvadrat isitib beradigan pechka yasab beramiz. Uni narxi shu aytganimdek 500 ming so'mdan boshlanib 1 million 400 ming so'mgacha chiqarib beraveramiz. Cho'ntakka qarab listlarning narxi ham o'shanga qimmatroqdan yaxshisidan menga zo'rdan qilib bergin desa, o'sha boyagi eng yuqori narxlarda qilib beramiz. Listini qalin, zo'r materialdan qilib beramiz. Qarang, arzoni qimmati deyapsiz-ku, faqat listida farq qilyaptimi, razmeridanmi arzon? Razmeridan farq qiladi. Hozirgi bulardagi listini nimasi qalinligi hammasi bir xil. Bir xil, ha? Hajmida farqi bor xolos. Aka, menga boshqa qimmat bo'lsa ham pulda muammo yo'q desa, qalin listlardan bundan ham qalin qilib beramiz, masalan 3-4 listlardan. Albatta, aloqaga chiqib razmerini, bu razmer menga ma'qul kerak emas, menga buni razmer kerak deb razmerini bizga taklif qilishsin, bo'ldi. Lazerlarda kesib, giplarda bukib, chiroyli qilib aytgan listining qalinligida qilib beriladi. Telefon qilsa doimiy bor, aka. Kutib qolinmaydi. Yo'q, xudo xolasa, ajdanaga tushgan taqdirda ham qaytarib javob beriladi. Vodiyga sirazi chiqarib yuboramiz. Albatta. Aka, masalan 1 millionlik pechka men olaydigan bo'lsam, men mana shu 1 millionni oldim deylik, sizlarni Samarqandlik bo'lsam,
oldindan sizga qancha pul tashlab beraman? Zakalat tashlab bersa bo'laveradi. To'lovlarni istagan holat, xolasa naqd pul, xolasa kilik orqali qilishaveradi. Masalan, arzimagan summani tashlab beraman, borgandan keyin shofirni qo'liga bersam ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Demak, qulayliklar bor ekan. Bo'laveradi. Akalar zo'r tomonlari mana oldindan hammasini bermaysiz, zakalat berasiz, berib yuboriladi. Borgan mashina pulini sirazi berib, bemalol borgandan keyin men mahsulotingni oldim, uka, ko'rib oldim, tekshirib oldim, menga ma'qul deb turib, kattada pulim deb shu shopirni oldi kilik qilib olsa ham bo'laveradi, yo bo'lmasa kilik orqali muammo bo'layotgan bo'lsa, naqd pulni shopir qo'liga berib qo'ysa ham bo'laveradi. Xudo xolasa gap bo'lishi mumkin bas. Mening telefonim bo'lib qoldi. Akalar hamma ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berish harakat qildik. Biz berolmagan ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, nomeri ekranda turibdi akamizni. Telefon qilinglar. O'zlaring qiziqtirgan savollarni beringlar, mana zakaz qilinglar, bir kunda sirazi yetib boradi. Uzoq joylarga endi 2 kun bo'lib ketishi mumkin, mashinani to'lishiga qarab yetib boradi. Eng qisqasi oldindan pul hammasini bermaysiz, ozmas zakalat berasiz, berib oladi. Apalavka, mishalka, aqlli pechka hammasidan bor. Lazer xizmatlari ham bor ekan. Hammasi bitta nomerda akalar bosaverasizlar. Aka, usta aka, sog' bo'ling. Mana shunday xalqimizga shunaqa narsalar yetkazib beravering. Qo'lingiz dard ko'rmasin aka. Akalar, akamizni mehnati bitta like bosib qo'yinglar. Like bosgan qo'llaring o'sha muborak kabatulloh siylasin. Ko'p kishi like bossa pul ketadi yo sizga pul tushadi deb o'ylaydi ekanda. Bizga pul kelmaydi, sizdan ham pul ketmaydi. Faqat shu videolarimiz ko'proq odamga tarqaladi. Shuni inobatga olib turib, mehnat uchun like bosasizlar bo'ldi. Sizlarga qo'limizdan kelgancha ma'lumotlar berdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.